Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar. Xudo xolasa bugun 21-mart. Hammani Navro'z ayyomi bilan tabriklab qolaman. Shuningdek Navro'z ayyomlarining ko'pini ko'rish nasib etsin. Oilamiz bag'rinda, do'stlarimiz davrasida shunday bayramlar inshaalloh nasib etsin. Xudo xolasa Hazrati Eshonboy jome masjidimizda hasar ishlari avjina chiqadi. Bundan buyon endi karush o'rish bosqichina keldi. Karush o'rishda kim o'rish qo'ldan kelsa yoki oddiy karush qatnash qo'ldan kelsa yoki shu ko'nglida hashar etib shu amaliy yordam beraman, o'z hisobimni qo'shaman degan inson bo'lsa, shu videoni shu insonga jo'natib qo'ying. Istoriyalarda ko'raman, ko'pchilik ko'radi ekan men istoriyamni. Hammaga katta rahmat. Videolarni ham oxirigacha ko'rish, keyin like bosish, repost bosish yodingizdan chiqmasin. Hammaga qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun rahmat. Siz bilan biz oddiy ishlab turganimiz yo'q. Shu masjid qurilishina katta hissa qo'shib turibmiz. Chunki ko'pchilik ko'rib turibdi, Turkiyadan, Rossiyadan, Qozog'istondan, yana boshqa davlatlardan ham bizani ko'rib, musofirdagi yurtdoshlarimiz xayriya etib, ehson etib, shu masjid qurilishina o'z hissasini qo'shib turibdi. Shuning uchun sizlardan Alloh rozi bo'lsin, hammamizdan Alloh rozi bo'lsin. Shu ishlarni, shu Allohning baytini qurib turishga hammamiz birgalikda shu oddiy like, repost, qo'limizdan kelsa shunday deb hamma xalqimiz birlashib shu masjidni qurib turibdi. Internetda savobni tiyinda qolish ham dumoson, gunoh tiyinda qolish ham dumoson. Shuning uchun hamma narsadan to'g'ri niyatda, to'g'ri maqsadda foydalansak, inshaalloh ajr savobini ziyoda etib olamiz. Hammaga qo'llab-quvvatlaganimiz uchun rahmat. Yurtdoshlarimiz boshi omon bo'lsin, yurtimiz tinch, osmoni sofo bo'lsin. Hammani yana bir marta 21-mart Navro'z ayyomi bilan tabriklab qolaman.